O'rtoqlar, sizlarga bir-biridan yaxshi uylarimizni obzor qilishda davom etamiz. O'rtoqlar, bu spalnya xonamiz. Ko'ryapsizlar, spalnya xonamiz ham boshqacha holatda remont qilingan, ideal holatda turibdi. Keling, endi bolajonlarning xonasi. Mana spalyadan chiqdi, bolajonlarning xonasiga kirib ko'ramiz. 2 kishilik kravatlargacha qo'yganmiz. Shkop deysizlarmi? Hamma narsa bor. Даже konditsionergacha qo'yib qo'yganmiz. Bu yoqdan chiqyapmiz, ko'ryapsizlar, uzun prixoshkamiz. Podyezddan shundoq kirishimiz bilan chap tomonda zalimiz bor. Mehmoninglar kelganda shundoq olib kirasizlar. O'rtoqlar, ko'ryapsizlar. Kirishinglardan chap tomonda zal bo'lyapti, stol stullardan muammo yo'q. 8 kishiliklardan qo'yib qo'yganmiz. Kelganda ham ulpatingiz maza qilib ulpachilik qilish uchun televizorlargacha ham bor. Bu yoqdan chiqishimiz bilan opa-singillarimizni, ayollarimizni sevimli joyi, ya'ni kuxnyasi. Kuxnyada ham ko'rishinglar mumkin. Hamma narsa shundoq turibdi. Mazza qilib ertaga ishlatasizlar. Kuxnyadan chiqishimiz bilan bu yoq tomonda esa общий sanuzelimizni ko'rishinglar mumkin. Bu yerda ham remontdan keyingi holat. Hurmatli kuzatuvchilar, bu uyimizning manziliga keldi. Eng asosiy e'tibor berib eshitadigan joyimiz. Chilonzor 23-kvartal, Uchtepa tumaniga qaraydi. 7-Adam 11-kvartira. 4 qavatli novostroykani 3-qavatida joylashgan 3 xonali uyimiz. Eng shirin joyi. Narxiga keladigan bo'lsa, $93,000 deb narx qo'ydi. Ipotekaga ham, naqdga ham xarid qilsangiz bo'ladi. 24 ga 7 aloqaga chiqsanglar, joyi ko'rsatib baraka qilamiz. Uy o'zimizning nomimizda. Kelganinglarda oldinglarga dokumentni qo'yib baraka qilamiz. Glavosi, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.